Ona-bola salomatligi ilmiy markazi Buxoro filialida asosan og'ir patologiyali homiladorlik va ginekologik kasalliklari bo'lgan ayollarda murakkab jarrohlik amaliyotlari bajarilib kelinadi. Ammo bu galgi jarrohlikda tibbiyotning yana bir zamonaviy uskunasi ilk marotaba qo'llanildi. Viloyat hokimligi va davlat moliya tashkiloti homiyligi tomonidan autogemotransfuziya apparati markazimizda xarid qilindi. Bu apparat o'z navbatida akusherlik va ginekologiyada massiv qon ketish, katta hajmli qon ketish bilan kechadigan operatsiyalarda bemor qonini qayta ishlab, o'ziga operatsiya davomida o'ziga quyish texnologiyasini ta'minlab beradi. Bu apparatni ishlatish o'z navbatida o'z vaqtida demak bemorning qonini o'ziga quyish, donorlik qoni ishlatganda kelib chiqadigan asoratlarni minimal darajada, maksimal darajada kamaytirish hamda bemorning keyingi operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonlarini tezlashtirib beradi. Jarrohlik amaliyoti qariyb 2,5 soat davom etdi va avvalo o'g'il jinsli chaqaloq sog'lom tug'dirib olindi. So'ng boshqa og'ir patologiyani bartaraf etishga kirishildi. Bunday operatsiyalarda bemorga qariyb 5 litrgacha qon quyishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Olib kelingan yangi uskuna donorlik bilan bog'liq muammolarga yechim bo'la oladi. Birinchi operatsiyamiz 2,5 soat davom etdi. Bu yo'ldoshning demak 2 marta operatsiya bo'lgan ayol yo'ldoshning to'liq oldinda yotishi hamda qo'shni organlarga o'sib kirishi asorati bilan asoratlangan. Bu bemor bizada 1,5 oydan beri nazoratda, 1,5 oydan beri patologiya bo'limida. Shu davrgacha uni demak homilasini yashash qobiliyatiga ega bo'lish davrigacha olib keldik. Hozirda tug'ilgan demak bolachamiz o'g'il jinsli 3 kilo 200 vaznda sog'lom dunyoga keldi va 2,5 soat demak davom etgan operatsiyamizdan keyin hozirda ayolning ahvoli stabil. Bir kunda 2 jarrohlik o'tkazildi va har ikkala amaliyot muvaffaqiyat bilan bajarildi. Hozirda bemorlar holati stabil ekani aytilmoqda.